Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, hurmatli podpisчиклар. Bugun yana 5-iyul 2026-yil. Reklamaga muhtoj emas, lekin Yusubam yo'q ekan, o'zini o'zi chegadim. Yusub otam hamma Bag'ot, Vest Xorazm taniydi. Yana shuni avtosaloni ochilibdi ekan. Yusubboy 777 mi? 755. Ha, Yusubboy 755. Yine şu avtosalona kelaverasizlar, pasportdan mashinalar bor, lokatsiyasi Bag'atga girib kelaverishda. To'yxonamiz bor yine. Samratata to'yxona, chap qo'lda bo'ladi. Hazarist tarafdan kelaverishda svetofor, ulli quruq svetofordan bir 500 metr 600 metr yurgandan keyin 10 qo'lda yine Samratata to'yxonasi. Bu yerda texosmotor ham bor, to'g'rimi? Metan ustanovka, shunday sharoitlar bor. Mashinalarni yine bir qator reklama etib beramiz. 2011-yil 93 ming probeg yurib turgan Matiz mashinamiz. Kraskasi zanjoylar ishlangan ekan, metan gazlari bor. Bahasi 30 milyon so'm kelishib beriladi. Ustuna kelsangizda balkim 10 milyon qaytar, balkim 7-8 milyon qaytar. Shunda kelishib beriladi. 2011 kredit ham chiqadi bu. Kreditini yozmabsizlar. Kreditga kelsangizda bir 7-8 milyon so'mlar bilan chiqadi bu. Keyin 2021-yil Gentra mashinamiz 59 ming probeg yurib turibdi. Kraska, pitno kraskalari bor, metanlari bor. Bahasi 100 milyon so'm. 2021 e'tibor etinglar. 2020-2019'dan ham sotib o'tibdilar. Bu pasport evazine chiqadigan oylik to'lovi 3 milyon 900 ming so'mdan 5 yilga tushadi. Kraskalarni ana kelasizlar, tekshirtirasizlar, probeg ham o'zine javob berib turibdilar. 2020-yil Gentra mexanika 107 ming probeg yurgan, kraskasi absolut toza. Metan gazlari bor, narxi 108 milyon so'm. Ustunda yana kelishib beriladi. 30 milyon bilan kredit bersa bo'ladi. Bu endi NR'dan Hamkorbankdan chiqadi. 2 milyon 700 ming so'mdan Liboyadan to'lab bo'ladigan sharoitda 2 milyon 700 ming so'mdan 4 yilga chiqadi ekan. Ana kimga qiziq bo'lsa, ana Yusubamning o'zining nomerlarini qoldiramiz, xudo xolasa. Telefon kelishib olaverasizlar. 2023 Gentra GK2 Suyet 21 ming probeg yurgan, kraskalari toza, mashina himchisi bo'lib, tayyor holatda, yumshoq balon, metan gazlar ham bor. Narxi 130 milyon so'm, ustunda yana kelishib beriladi. Bu aytilish narxi 28 milyon bilan kredit chiqadi ekan. Ina hozir olib minadigan vaqt. Bir vaqtlar 5 milyon 400, 5 milyon 600 dan tushadi oylik to'lov. Hech kim to'lab bilmaydi. Men o'zim ham to'lab bilmayman, shuncha pul topsam. Endi 3 milyon so'mdan to'laysiz yana. 3 milyon so'm. Bu bir odam bir kunina bir 100 ming so'mdan pul topadigan bo'lsa, mashinani o'zi ham topib beradi. 100 ming so'mdan pul topsangizlar 3 milyon so'm. 30 milyonli mashinani 3 milyon so'mni mashinani o'zi topib beradi. 5 yilga 3 milyon so'mdan tushadi. Keyingi Gentra mashinamiz 2023 ekan bu. ABS hamma narsasi bor buni. ABS mikrofon hamma vaji podogrev sidina Malibu bor. Butun vaji bor ekan, kraskalari toza, metani bor. Narxi 130 milyon so'm. Boshlang'ich 27 milyon so'm pul bilan avtokredit olsangiz bo'ladi. Oylik to'lovi 3200 ming so'mdan 5 yilga chiqadi. Keyin 2023 Cobalt. Bu yerda yana Vibur ko'p ekan. Gentra'dan yana 4 tane Gentra, Matiz, Cobalt, Liboy mashin bor ekan. Lasetti 108 da Damas. Arayanda Trekker sotiladi. Trekker hamma mashindan bor ekan. Kelaverasizlar. 2023-yil 66 ming yurgan, kraskasi toza, metan gazlari bor. Narxi 127 milyon so'm. Yana kelishiladi. Kraskasi toza bo'lsa, yana men o'zim ham olib sotaman mashin. 127 dan agar kelishib beradigan bo'lsa, zo'r baho. Kredita 14 milyon so'm bilan chiqadi ekan oylik to'lovi, 4,5 milyon so'mdan 5 yilga chiqadi, 4,5 milyondan. 14 bilan 5 bilan. Ha, bu NR'dan chiqargan hayron qolib turdim. 4,5 milyondan, demak 14 milyon pul kerakli. O'zi az notarius gayni o'zi 10 milyon 500 ming so'm bo'lgan. 3,5 milyon bilan chiqadi ekan bu demak. 14 hamma ishlaringiz biladi, oylik to'lovi 4,5 dan tushadi. Metan hamma o'zi bor, klassika rodno 2023-yil Cobalt. 2013 GSV Svet Cobalt mashinamiz 143 ming probeg yurgan, petno kraskalari bor. Konditsionerlari bor ekan, demak ikkinchi paytda yumshoq balon hamma o'zi tayyor. Narxi 80 milyon so'm, ustunda kelishib beriladi. 25 milyon bilan kredit bersa bo'ladi, oylik to'lovi 3 milyon 200 ming so'mdan 3 yilga chiqadi ekan. Kraskalaring pitno deb yozilgan, kelasizlar ustalaringiz bilan tekshirtirib, probeg hamma o'zini tekshirtirib olaverasizlar. 2024 avtomat qora svet, qop-qora svet. Qoraqalpog'iston Pabej 95 da bo'ladi bu qora svet. Yaradi. Xo'sh, 32 ming probeg yurib turibdi. 24 avtomat style, metanlari bor. 135 milyon so'm ustunda kelishib beriladi ekan. 25 milyon bilan kredit bersa bo'ladi. Oylik to'lovi 3 milyon 400 dan 5 yilga chiqadi ekan. Qop-qora svet baribir zo'r ko'rinadi.
Keyingi Darkman Blue 2024-yil Cobalt mashinamiz. Bunda kraska, pitlo kraskasi bor ekan, metallari bor. Bunun narxi 135 million ekan. Demek bunda normalni gelişib beradilar buni. Kredite 26 milyon so'm bilan chiqadi, oylik to'lov 3 million 400 dan 5 yilga chiqadi ekan. 2024 avtomat style, bunda yumshoq bo'lgan hamma ish tayyor ekanligi. Tushungan bo'lganmi ya? Shuncha yozilmagan qog'ozda shuncha aytmadim. Keyin 2012-yil Blue 8 Lacetti kimdir Lacetti Blue 8 2012-yil 200 ming yurgan Pitno kraskasi bor ekan, metallari bor. Narxi 66 million so'm. Qora svet, demak ikkinchi pozitsiya oladi bu. Mebelning salonlari qimmat chexol, polik hamma narsasi tashalgan ekan. Shunga bo'lma, saka diskada yumshoq bolalar ham bor. Kredit olaman desangizda 8 million so'm bilan chiqadi ekan, oylik to'lov 3 million 300 dan 3 yilga chiqadi ekan. Notarius gayda bas tut, notarius vezam ichindami? Yo'q, отдельно. Keyin buni yil nechaman? 2013, 12 mi? 2012-yil probeklarni chiqmi? 178 ming yurgan Boamina salonlari mebelni ikkinchi pozitsiya oladi, konditsioner hamma narsasi bor. Kraska kalendar ishlangan ekan, bahasi 68 million ha? 62 million mu? 62 million so'm ekan bahasi. Galasizlar 108 2012-yil Lacetti, menimcha zo'r baho. 62 million so'ma Nexia baho bu. Alg'azat deyip minasizlar. Bu ikkinchi pozitsiya, shunga e'tibor etasizlar. Rollardan ayrı-bak bo'ladi, bu yanından ayrı-bak bo'ladi. Ko'pisida bo'lgani bu tarafında, passajer tarafında bo'ladi. Keyin Nexia 3 2019 88 ming probeg yurtdi. Kraskasi toza, metani bor, 87 million so'm. Ustunda kelishiladi. Kraskasi toza bo'lsa, normalni baho kelishib bersa 20 million bilan chiqar ekan, 3 million 600 dan 3 yilga chiqar ekan. 19 Hamkarbankdan chiqadi. Kraskali toza, metan ham mo'ji bor. Keyin Labo mashinamiz 2022-yil 70 ming probeg yurgan, kraskasi toza, metanlari bor. Narxi 80 million so'm. Ne uchun Labo qimmat yuradi? Surxondaryoga borib keldim men, Labo topilmayaptilar. Dehqonlar mashina, quvri hamma damoz yozilib olavergan, Labo hech kim olmagan. Labo shuning uchun qimmat yuradi ekan. 80 million so'm gelishib beriladi, 16 million bilan chiqadi ekan, 2 million 500 ming so'mdan 5 yilga kredit bersa bo'ladi. Notarius esa deydi. Keyingi damoz mashinamiz 2024 Ponni torpedagacha bir xil etib aranj etib, chexollar qo'yilgan. Obshipkalar ham zo'r etib tuzilgan. Balonlar yumshoq balon, zo'r, telat poliklar tashalgan. Yuqorida Pioneer salonka и patologlar ham zo'r etib tuzilib, ko'rjadan tikilgan ekan. 2024 31 ming probeg yurib turibdi, metan gazlari bor. Narxi 69 million so'm. Ustunda kelishib beriladi. Menimcha zo'r baho. Yana kelishib bersa zo'r baho. 6 million bilan kreditga chiqadi ekan. Kapital bankda, ha? Yo'q, bu Anarda yozar. Ha, Anarda 2 million 900 ming so'mdan tushadi ekan. Hamma o'zi bitamiyor 6 bilan. Ha, 6 million so'm pul kelasizlar, bir dana nomerni pulni kelasizlar. Hamma ish bitadi, 2 million 900 ming so'mdan 5 yilga chiqadi ekan. Ana lokatsiyasini tushuntirdik. Kommentariyadan xudo xolasa lokatsiyasini qo'yib beraman. Yana bir aytamiz, Urganchdan kelishda, Bog'ota girib kelaverishda sentrni Quruq svetofor 7000 chap qo'lda bo'ladi. Shamratada to'yxona, yerda Texas motor bor. Ko'p odam biladi Texas motorni. Chap qo'lda bo'ladi Urganchdan kelishda, Hazorasutdan kelishda. Ullu Quruq svetofordan o'tib bir 500-600 metr yurgandan keyin o'ng qo'lda bo'ladi. Like bosib, kommentariyada fikrlaringizni qoldirasizlar. Yine satıladan maşinanız olsa Yusuf Ağama telefon vuraverasizlar. Nömerlerini xudo xolasa qoldiramiz afishanada. Hammaga omad, rahmat, sog' bo'lasizlar.